To'maris qadimgi tarix sahifalarida o'zining jasorati va kuchli liderligi bilan yorqin iz qoldirgan ayol hukmdorlardan biridir. Uning nomi atrofida hali ham bahslar davom etmoqda. U kim edi? Qaysi xalq vakilasi bo'lgan? Bugungi ilmiy qarashlar va arxeologik dalillarga tayangan holda bu savollarga ilmiy asosda yondashamiz. Eng qadimiy manba bu eramizdan avvalgi 5-asrda yashagan Gerodotning Tarix nomli asari bo'lib, unda shunday deyilgan: Massagetlar skiflarga yaqin xalqdir. Bu fikr esa ularning o'z davrida qanday tushunilganini ochib beradi. Gerodotning Tarix nomli asarida massagetlar saklar bilan yaqinligi, ularning urf-odatlari bir-biri bilan bog'langanligi haqida ham ma'lumotlar mavjud. Bundan tashqari, massagetlarning geografik joylashuvi, ya'ni ularning Orol bo'yi, Sirdaryo va Amudaryo oralig'ida yashaganligi haqida ham aytib o'tilgan. Arxeologik topilmalarga nazar tashlasak, massagetlarga oid qabristonlar, mozorlar va artefaktlar O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston hududlarida topilgan. Ularning orasida cho'zilgan bosh suyaklari mavjud bo'lib, bu qadimiy turkiy xalqlar bosh suyagiga o'xshashdir. Topilmalar orasida ko'chmanchi madaniyatga xos qo'sh otli aravalar, oltin bezaklar, jangovar uskunalar ham bor. O'zbekistondan topilgan massagetlar davriga oid qadimgi ayol jasadi To'maris obraziga mos tushuvchi topilmalardan biri sifatida qaraladi. Bu topilmalar turkiy xalqlar bilan madaniy o'xshashlikni ko'rsatadi. Zamonaviy tadqiqotlar xulosasiga nazar solsak, 2021-yilda nufuzli genetika laboratoriyalarida o'tkazilgan tadqiqotlarda saklar, massagetlar va ularga qarindosh ko'chmanchi xalqlarning DNK tuzilishi o'rganildi. Natijaga ko'ra, ularda turkiy xalqlarga xos genetik markerlar aniqlangan. Bu esa ularning turkiy komponentga ega bo'lgan etnik guruh deyishga asos bo'la oladi. To'maris afsonaviy emas, tarixiy shaxs. Haqiqat shuki, To'maris bugun butun turkiy dunyo tarixiy ongida chuqur iz qoldirgan obraz. Ko'plab tarixiy manbalarga ko'ra, To'maris turkiy xalqlarga mansub bo'lgan qabila, massagetlar malikasi edi. Massagetlar ko'pchilik tadqiqotchilar fikricha erkin ko'chmanchi turkiy xalqlar bo'lgan. Quyida keltirilgan dalillar To'marisning turkiy ildizlarga mansubligini yana bir karra isbotlaydi. Massagetlar yashagan hudud Amudaryo va Sirdaryo oralig'i, Orol bo'yi, Qoraqum atrofidagi yerlar turkiy xalqlar yashagan yerlar bo'lgan. Urug'chilik tartibi: massagetlarda ayollar jangovar bo'lib, erkaklar bilan bir qatorda ot ustida jang qila oladigan hukmron ayollar bo'lgan. Bu esa qadimgi turkiy xalqlar turmush tarziga xos madaniyatdir. Til va madaniyat izlariga diqqatimizni qaratsak, To'maris nomi ayrim tadqiqotchilarning aniqlashicha turkiy til ildizlariga bog'lanadi. Masalan, Tomar so'zi eski turkiy tilda tugun, bog'lov ma'nolarini anglatadi. Bundan tashqari, To'marisning massagetlar lashkariga bosh bo'lib, Eron shohi Kir IIga qarshi kurashishning o'zi To'marisning turkiy bo'lganligiga yaqqol dalil bo'la oladi. Bu To'marisning yirik siyosiy va harbiy yetakchi bo'lganini ko'rsatadi. Undagi bu xususiyat o'sha davr turkiy ayollariga xos bo'lgan xarakterli xususiyatdir. Bugungi kunda To'maris O'zbekiston, Qozog'iston va Turkiyada milliy qahramon ayol sifatida qadrlanadi. U haqida filmlar, adabiyotlar, haykallar yaratilgan. Shu o'rinda shuni aytib o'tish joizki, To'marisning haykali hatto Fransiyada ham o'rnatilgan. U turkiy ayol jasorati timsoliga aylangan. Bu esa uni tarixdan tashqari fenomen darajasiga olib chiqdi. Xulosa shuki, To'maris turkiy xalqlar ayollarining shijoatini, jangovorligi va matonatini o'ziga mujassam etgan ayol timsolidir.